Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti oliy matematika kafedrasi o'qituvchisi Kenjayev Toshbolta Aminovичman. Biz bugun oliy matematika fanidan bir o'zgaruvchi funksiyaning hosilasi mavzusi bo'yicha videodars o'tamiz. Bir o'zgaruvchi funksiya hosilasi mavzusining rejasi bilan tanishib chiqaman. Demak, birinchi hosila tushunchasi bilan tanishamiz. Ikkinchi hosilaning geometrik, iqtisodiy va fizik ma'nolari bilan. Uchinchisi hosilani hisoblashning qoidalari bilan. Keyin elementar funksiyaning hosillar jadvali. Keyin murakkab funksiyaning hosilasi. Hosila tushunchasini o'rganishdan oldin bizga y teng fx funksiya berilgan bo'lsa, uning grafiga tegishli bo'lgan a x fx va b x plus h fx plus h nuqtalarini qaraylik. Birinchi rasmda ko'rsatilgan. AB to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyenti, demak, quyidagi ayirmali nisbatga teng bo'ladi. B nuqta A nuqtaga egri chiziq bo'ylab yaqinlashganda, ya'ni h orttirma 0 ga intiladi. AB kesuvchi funksiya grafigi A nuqtada o'tkazilgan urinmaga intiladi. Shu bilan birga AB to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyenti urinmaning burchak koeffitsiyentiga yaqinlashadi. X ning mazkur limit mavjud bo'lgan ixtiyoriy qiymatiga funksiya grafiga fx nuqtada o'tkazilgan urinmaning burchak koeffitsiyentining qiymatini mos qo'yish mumkin. Ikkinchi rasmda ko'rinib turibdi bu. fx funksiyani bergan nuqtasi urinma o'tkazyapti. Mana shu funksiya y teng fx funksiyaning hosilaviy funksiyasi deb ataladi. Yoki qisqacha hosilasi funksiyaning hosilasi deb ataladi. Ta'rif beramiz. Demak, y teng x funksiyaning hosilasi deb quyidagi limitga aytiladi. Odatda y teng fx funksiyaning hosilasi f'(x) kabi yoziladi. Hosilani topish amali differensiallash deyiladi. Hosilaning geometrik ma'nosi bilan tanishamiz. Yuqorida mulohazalardan shunday xulosaga kelamizki, y teng fx funksiya hosilasining x nuqtadagi qiymati funksiya grafiga shu nuqtada o'tkazilgan urinmaning burchak koeffitsiyentiga teng. Demak, hosilaning geometrik ma'nosi shulardan iboratdir. Endi biz funksiyaning hosilasi ta'rifidan foydalanib, elementar funksiyalarning hosilasini hisoblashni o'rganamiz. Birinchi misol. Demak, y teng f y teng x kvadrat funksiya berilgan bo'lsin. Buni hosilaning ta'rifidan foydalanib topadigan bo'lsak, birinchi delta y topib olamiz. Demak, delta y topish uchun x kvadrat plus 2x ko'paytirilgan delta x plus delta x kvadrat minus x kvadrat ifodani hosil qilamiz. Buni x kvadratlarni qisqartirish natijasida delta x ko'paytirilgan 2x plus delta x ifodaga kelamiz. Endi birinchi formulaga ko'ra, demak, f'(x) teng bo'ladi delta x 0 ga intilgan delta y taqsim delta x ning limiti 2x ga teng ekan. Demak, x kvadrat funksiyaning hosilasi 2x bo'ladi. Ikkinchi misolni ko'ramiz. Y teng 1 taqsim x funksiyaning hosilasini hisoblaymiz. Bunda ham xuddi shunday. Birinchi delta y ni topib olamiz. Delta y'imiz minus delta x taqsim x mahrajda x
x plus delta x teng bo'lyapti. Birinchi formulaga olib borib qo'ysak, bu yerda ham minus limit delta x nolga intilganda 1 taqsim x kvadrat plus x plus delta x ifoda hosil bo'ladi. Buni limitni qo'llasak, demak minus 1 taqsim x kvadrat hosil bo'lyapti. Demak 1 taqsim x funksiyaning hosilasi minus 1 taqsim x kvadratga teng ekan. Uchinchi misol. Y teng sinus x funksiyaning hosilasini toping. Yechish. Demak bu yerda delta y ni topamiz. Buni sinus x plus delta x minus sinus x yozib oladigan bo'lsak, bundan kelib chiqadi 2x sinus delta x taqsim 2 ko'paytirilgan kosinus x plus delta x taqsim 2. Birinchi formulaga ko'ra qo'llasak, tegishli hisoblarni bajarganimizdan keyin bu 1 plus kosinus x teng, ya'ni kosinus x ga tenglik kelib chiqadi. Demak, sinus x funksiyaning hosilasi kosinus x ga teng bo'lar ekan. Bunda hosilaning iqtisodiy ma'nosi bilan tanishib chiqamiz. Shuni ta'kidlash lozimki, hosilaning iqtisodiy ma'nosi ko'p qirrali bo'lib, muayyan obyektga yo'naltirilgan maqsaddan kelib chiqadi. Biz shu masalalardan birini keltiramiz. U teng ut funksiya t vaqt davomida ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi o'zgarishini bildirsin. Ishlab chiqarishning t teng t0 vaqtdagi mehnat unumdorligini topish masalasini ko'raylik. Buning uchun t vaqtga delta t orttirma beramiz. U holda mana shu vaqt davomida ma'lum miqdordagi delta u mahsulot ishlab chiqariladi. O'rtacha mehnat unumdorlik z o'rta teng delta u taqsim delta t tenglik orqali topiladi. T teng t0 vaqtdagi mehnat unumdorligi uchun quyida tenglikni hosil qilamiz. Z t0 teng limit delta t 0 ga intilganda delta u taqsim delta t teng ekan u shtrix t0. Demak, mahsulot hajmini vaqt bilan bog'lovchi u funksiyani vaqt bo'yicha u shtrix t hosilasi ishlab chiqarishning zt unumdorligini berar ekan. Ya'ni u shtrix t teng zt. Hosilaning mexanik ma'nosi bilan tanishib chiqamiz. Moddiy nuqtaning harakati s qoida bilan aniqlangan bo'lsin. Bunda t vaqt s teng ft qoida bilan aniqlangan bo'lsin. Bunda t vaqt. S bosib o'tilgan yo'l. Vaqtning t0 va t0 plus delta t qiymatlarida s teng f t0 funksiya qiymatlari f t0 va f t0 plus delta t ga teng. F t0 plus delta t minus f t0 ayrimi delta t vaqt oralig'ida o'tilgan delta s yo'lini aniqlaydi. Demak, delta t vaqt ichida moddiy nuqta delta s yo'lini o'tadi. Unda delta s taqsim delta t nisbat moddiy nuqta harakatining o'rtacha tezligini bildiradi. Delta t 0 ga intilganda delta s taqsim delta t ning limiti moddiy nuqtaning t0 paytda oniy tezligini ifodalaydi. Shunday qilib, s teng ft funksiyaning t0 nuqtadan hosilasi mexanik nuqtai nazardan s teng ft qoida bilan harakatlanuvchi moddiy nuqtaning paytda oniy tezligini bildirar ekan. Ya'ni s shtrix t teng va t. Moddiy nuqtaning tezligidan olingan hosil esa uning oniy tezligiga teng bo'ladi. Hosila olish qoidalari. Birinchi, agar fx funksiya x teng x0 hosilaga ega bo'lsa, u holda istalgan o'zgarmas a soni uchun phi x teng a fx funksiya ham x teng x0 nuqtada hosilaga ega bo'lib, bu hosila quyida tenglik orqali topiladi. Ya'ni phi shtrix x0 teng a ko'paytirilgan f shtrix x0 ga. Ikkinchi, agar fx va gx funksiyalar x teng x0 nuqtada hosilaga ega bo'lsa, u holda phi x teng fx
plus minus jx funksiya ham x teng x0 nuqtada hosilaga ega bo'ladi. Ya'ni f' x0 teng f' x0 plus j' x0. Chunki fx va gx funksiyalari x teng x0 nuqtada hosilaga ega bo'lsa, u holda fx va fx ko'paytirilgan gx funksiya ham x teng x0 nuqtada hosilaga ega bo'lib, bu hosila quyidagi tenglik orqali topiladi. Ya'ni f' x0 teng f' x0 ko'paytirilgan gx0 plus fx0 ko'paytirilgan gx0. To'rtinchi, agar fx va gx funksiyalari x teng x0 nuqtada hosilaga ega bo'lib, gx teng emas 0 bo'lsa, u holda fx teng fx taqsim gx funksiya x teng x0 nuqtada hosilaga ega bo'ladi va bu hosila quyidagi formula bilan topiladi. Endi elementar funksiyalarning hosillari jadvali bilan tanishib chiqamiz. Demak, o'zgarmasning hosilasi 0 ga teng. S ko'paytirilgan u ning hosilasi s ko'paytirilgan u shtrixga teng. Demak, bu yerda bizga darajali funksiya, ko'rsatkichli funksiya, logaritmik funksiya, sinus funksiya, kosinus va barcha trigonometrik funksiyalarning hosillarini hisoblash jadvali keltirilgan. Ana shu hosillar jadvalidan foydalanib misollar yechishni ko'ramiz. Y teng x kvadrat plus 3 funksiya grafiga m 1,4 nuqtadan o'tkazilgan urilmaning burchak koeffitsiyentini toping deb masala qo'yilyapti. Demak, yechish. Ikkinchi formulaga ko'ra k tangent phi f' x0 bundan x0 teng 2 ko'paytirilgan 1 teng 2 kelib chiqadi. Yettinchi misol. Y teng x kvadrat plus 3x plus 4 funksiya grafiga m minus 1 2 nuqtadan o'tkazilgan urilma tenglamasini tuzing. Demak, uchinchi formulaga ko'ra y teng f' x0 ko'paytirilgan x minus x0 qo'shilgan fx0. Bunda fx0 f' teng bo'lar ekan 1 ga, fx0 2 ga teng. Ya'ni f minus 1 da 2 ga teng bo'lyapti. Demak, y teng 1 ko'paytirilgan x minus 1 plus 2. Y teng x plus 3. Endi murakkab funksiyaning hosilasi bilan tanishib chiqamiz. Y teng fx funksiya x to'plamida, u teng f u funksiya esa y to'plamida aniqlangan bo'lib, u fx murakkab funksiya berilgan bo'lsa, agar u teng fx funksiya x0 nuqtada f' x0 hosilaga ega bo'lib, u teng fy funksiya esa y0 nuqtada f' y0 hosilaga ega bo'lsa, u holda u teng fx murakkab funksiya ham x0 nuqtada hosilaga ega bo'ladi va quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi. Murakkab funksiyaning hosilasini hisoblashga doir misollar ko'rib chiqamiz. Y teng kosinus kub x funksiya ham, demak, bu murakkab funksiya. Bu yerda y teng kosinus x deb belgilashni kiritsak, y teng u kub hosil bo'ladi. 10-formulaga ko'ra buni hisoblaydigan bo'lsak, y' teng minus 3 sinus x ko'paytirilgan kosinus kvadrati x ga teng bo'ladi. 20-misol, demak, y teng 1 plus sinus kub 2x ning 4-darajasi. Bu funksiyadan hosil. Bu ham murakkab funksiya, ham darajali, ham trigonometrik funksiyadan iborat bo'lgan murakkab funksiya. Bu funksiyaning hosilasi 24 kosinus 2x ko'paytirilgan sinus kvadrat x
Qavs ichida 1 + sin kub 2x ga teng. Bugungi mavzuda o'tmoqchi bo'lgan shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.